Assalomu alaykum. Xayrli kun. Bugun sizlar bilan birgalikda qosh bo'yog'ini tayyorlashni o'rganamiz. Bu qosh bo'yog'imiz asosan soch uchun mo'ljallangan va qora, jigarrang ranglari bo'ladi. Oq qopqoqlisi jigarrang, qora qopqoqlisi qora. Allergiyasi borlar uchun tavsiya etilmaydi. Chunki PPD degan moddasi bor, lekin qosh uchun bezarar. Allergiyani tekshirib ko'rish uchun kaftga yoki quloq orqasiga surib ko'ring. 1 sutka davomida qizarib, shishib, suvlanmasa, qosh uchun ishlatsangiz bo'ladi. Buni suyuq quyuqligiga qarab tayyorlaymiz. Suyulib ketmasligi kerak. U holda oqib va rangi ham tiniq chiqmaydi. Ikki xil rangda aralashtirganimiz sababi juda qora ham bo'lib ketmaydi, juda ham och bo'lib ketmaydi. Jigar rangda o'zi unaqa ko'p turmaydi, 3 kun yo 2 kun turishi mumkin. Ayniqsa yozgi kunida 1 kunda o'chib ketadi. Qora bilan aralashtirgan hisobiga ko'proq turaveradi. Ikkalasini aralashtirsangiz juda qora ham, juda jigarrang, ochiq jigarrang ham va tez o'chib ketmaydi. O'shani hisobiga aralashtirib bo'yaganingiz ma'qulroq. Hozir sizlarga shunchaki qo'limga surkab ko'rsatdim. O'zingizni vaqtingizga qarab turg'izasiz. Tezroq o'chirsangiz ozroq, ko'proq turg'izsangiz, ko'proq deganda 15-20 minut ko'proq turg'izasiz. Mana shunday suyuq qilsangiz oqib ketadi. Bo'yagan shaklingiz ham tiniq, chiroyli chiqmaydi. Sal quyuqroq qilganingiz ma'qul. Meni kuzatishda davom etsangiz, men sizga qoshning tagini rangini ochartirish, termasdan xuddi terilganday qilib rangsizlantirish qoshlarni o'rgataman. Qoshingizga bo'yashdan avval teringizni juda ham yaxshilab tozalab oling. Agar ko'pchilikning qoshi kuchukcha sifat, ya'ni tulajini hisobiga qoshmalak uchrayotganida terisi ko'chgandan keyin ola-bula bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun avval yaxshilab qoshni tozalab, keyin surkaymiz. Buni oddiy suv bilan yuvib tashlaymiz.